13. Bab. Antakiyadagi e'tiqodchilar jamoatchiligida ba'zi payg'ambarlar va ta'lim beruvchilar bor edi. Ular Barnaba, Qori laqamli Shimon, Kirenilik Luki, Yerodxon bilan birga cho'ng bo'lgan Minahin va Saul qatorliqlar edi. Bir kuni ular Xudoga ibodat qilib ro'za tutayotgan vaqtida muqaddas ruh ularga Barnaba bilan Saulni men chaqirgan xizmatlarni qilishga ajirtinglar dedi. Shuning bilan ular yana ozroq vaqt ro'za tutib, duo qilgandan keyin Barnaba bilan Saulni ajirtish uchun ularning uchisiga qo'llarini takkizib, ularni uzitib qo'ydi. Muqaddas ruhning buyrug'i bilan yo'lga chiqqan Barnaba bilan Saul Selakiya shahriga berib, u yerdan kemaga o'tirib, Siprus degan orolga qarab yo'lga chiqdi. Ular Salami shahriga yetib kelib, Yahudi ibodatxonalarida Xudoning so'zlarini yetkazishga boshladi. Yuhanna Markus ularning ishlariga yordamlashdi. Ular butun orolni orlab chiqib, Pavus shahriga keldi. Ular u yerda o'zini payg'ambar deb otib olgan Baryashu ismli bir Yahudi sehrgar bilan uchrashib qoldi. U sehrgar bu orolning bilimlik Rimlik valisi Sergius Paulning tonishi edi. Vali Sergius Barnaba bilan Saulni chaqirtib, Xudoning so'zlarini anglamoqchi bo'ldi. Lekin ilk sehrgar uning grekcha ismi Alimas bo'lib, sehrgar degan ma'noda qarshi chiqib, valini bu e'tiqodni qabul qilishdan to'sishga tirishdi. Biroq muqaddas ruh cho'mgan Saul, grekcha ismi Pavlus, ilk sehrgarga tikilib qarab uningga: "Hey shaytonning o'g'li, hamma odillikning dushmanisan. Qalbing har xil hiylagarlik va aldamchilik bilan to'lgan. Xudoning to'g'ri yo'llarini burmulashni zodi to'xtatmamsan. Endi Xudo seni jazoga tortadi. Ko'zlaring kor bo'lib, bir mezgil kunning yorug'ini ko'rolmaysan", dedi. Shu an Alimas ko'zlarini bir qora tuman to'sqanligini sezdi. U qo'llarini uzitib, boshqalarning yetaklashini o'tindi. Yuz bergan ahvolni ko'rgan vali ularning Rabbimiz Ayso haqidagi ta'limlariga hayron bo'lib, Hazrati Aysoga e'tiqod qildi. Pavlus bilan uning amrolari kemaga o'tirib, Pafusdan Pamfiliya o'lkasining Pergi shahriga bordi. U yerda Yuhanna Markus ulardan ayrilib, Yerusalimga qaytdi. Pavluslar bo'lsa, Pergi shahridan safarini davomlashtirib, Pisidiya rayonidagi Antakiya shahriga berib, dam olish kuni Yahudiylarning ibodatxonasiga kirdi. Tavrot va payg'ambarlarning ta'limlari o'qilgandan keyin ibodatxonaning mas'ullari ularni chaqirtib, "Qarindoshlar, agar jamoatni rag'batlantiradigan gap so'zinglar bo'lsa, aytinglar", dedi. Pavlus o'rnidan turib, qo'lini ko'tarib, xaloyiqni tinchitib, mundoq dedi: "Ey Isroillar va Yahudi emas taqvodorlar, quloq solinglar. Isroillar azaldan beri e'tiqod qilib kelgan Xudo ajdodlarimizni tanladi. Ular Misrda yashagan mezgilda Xudo ularni ulug' bir millat qildi. Xudo kuch-qudratini ko'rsatib, qulluq ahvolga tushib qolgan ularni Misrdan qutqizib chiqdi va cho'lda ularga taxminan 40 yil g'amxo'rlik qildi. U Qanon zeminidagi 7 millatni yo'qotib, ularning zeminlarini İsrail xalqiga zeminlik berdi. Bu ishlarga ilgari oxir bo'lib 450 yil ketdi. Keyin Xudo Samuel payg'ambarning zamonigacha ularga botir yetakchilarni tiklab berdi. Keyin ular Samuel payg'ambardan bir podsho tayinlashni talab qilgan edi. Shunga Xudo ularga Benyamin qabilasidan Qish ismli odamning o'g'li Saulni tanlab berdi. Saul 40 yil podshohlik qildi. Biroq Xudo Saulni taxtidan tushirib, Davudni podshoh qilib berdi. Xudo podshoh Davud haqida mundoq degan edi: "Yeshoyning o'g'li Davud meni bek xush qildi. U men nima desam, shuni qiladi." Xudo burun va'da berganidek Davud podshohning avlodlaridan Isroillarga bir qutqizg'ichi tayinladi.
U Hazreti İsa'nın özüdür. Hazreti İsa özünün vazifesini başlaştığından burun Yahya peygamber çıkıp İsrail halkını günahlarına tovu kılıp çömüldürüşünü kabul kılışka davet kıldı. Yahya peygamber vazifesini tamamlaş aldıda kalayıkka bundak degen idi. Sizler meni kim deysizler? Meni Xudo avatidigan qutquzg'uchi demsizlar? Yo'q, men sizlar kutgan odam emasman. U mendan keyin keladi. Men hatto uning oyog'ining yiplarini yeyishga loyiq emasman. Hey İbrahimning avlodlari bo'lgan qarindoshlar va Yahudi dinini yoqlaydigan Yahudi emaslar, quloq selinglar. Xudo hammamizni qutqizsin deb bu xush xabarni yetkizdi. Yerusalim xalqi va ularning boshliqlari har dam ilish kuni ibodatxonada payg'ambarlarning Hazrati İsa to'g'risidagi so'zlarining o'qilishini anglasimi, tushunmaydi. Hazrati İsa'ning qutqizuvchi ekanligini to'nib yetgan edi. Ularning Hazrati İsa'ni o'lim jazosiga loyiq deyishi bilan payg'ambarlarning oldin aytganlari amalga oshdi. Ular Hazreti İsa'ni o'lim jazosiga hukm qilishga biror gunoh topamagan bo'lsa-mu, Vali Pilatusdan yanıla uningga o'lim jazosi berishni talab qildi. Pilatus qo'shildi. Ular bu ishlarni payg'ambarlarning qutqizguchi haqida oldin aytganlarini bilmasdan qildi. Hazreti İsa o'lgandan keyin uning jasadi kirishdan tushirilib dafn qilindi. Lekin Xudo Hazreti İsa'ni o'limdan tirildi. Tirilgandan keyin Hazreti İsa burun o'zi bilan billa Jaliya o'lkasidan Yerusalimgacha egishib kelganlarga ko'p qitim ko'rindi. Hozir bu kishilar İsrail xalqiga Hazreti İsa'ning guvohchisi bo'lyapti. Bizmi hozir bu xush xabarni sizlarga yetkazib Xudo Hazreti İsa'ni tildirish bilan ajdodlarimizga qilgan va'dasini bizning davrimizda amalga oshirdi. Bu haqda podsho Davud Zaburning 2 nazmisida oldin bunda xotirlagan. Sen mening o'g'lim. Bugun sening otang ekanligimni jakarladim. Xudoning Hazreti İsa'ni mangu chirimas qilib tirilganligi haqida muqaddas yozmalarda oldin bunda yozilgan. Podsho Davud qilgan va'damda turib, sizlarga muqaddas va muqarrar baxt ato qilaman. Bu haqda Zaburning yana bir yerida texmu oydinlashtirilib, mundaq yozilgan. Xudo sen sodiq xizmatkoringning tenining chirishiga yo'l qo'ymaysan. Bu yerdagi sodiq xizmatkor degan so'z podsho Davudga qartilgan emas. Chunki podsho Davud o'zining zamonida Xudoning irodasi bo'yicha xizmat qilib, olamdan o'tib yerga ko'milgan. Uning teni chirib ketgan. Hazreti İsa bo'lsa Xudo tarafidan tirildirildi. Uning teni faqat chirmidi. Shunga qarindoshlar, shuni bilishinglar kerakki, bizning sizlarga yetkazayotgan gunohdan kechirim qilinish yo'li Hazreti İsa'ning qilganlari orqali mumkin bo'ladi. Musa payg'ambarga tushirilgan Tavrat qonuniga bo'ysunishga har qancha tirishsanglarmi, gunohlaringlar kechirim qilinmaydi. Xudo faqat Hazreti İsa orqali sizlarni haqqoniy odam deb qaraydi. Shunga payg'ambarlar oldin aytgan baloyi ofat beshinglarga kelib qolmasligi uchun ehtiyot qilib, ularning so'zlariga diqqat qilinglar. Quloq selinglar. Ey meni mazaq qilayotganlar, aloq zodlik tushib o'lisizlar. Chunki mening zamoninglarda qilmoqchi bo'lgan ishlarimni ko'rganinglarda kishilar uni sizlarga tushundisimi, ishonmaysizlar. Paulus bilan Barnaba ibodatxonadan chiqayotganda jamoat ularni kelarki dam olish kuni bu ishlar haqida yana ta'lim berishga taklif qildi. Jamoat tarqalganda nurg'un Yahudilar va ularning dinini yoqlaydigan Yahudi emaslarmi Paulus bilan Barnabaga ergashdi.
Bu ikkisi ularga söz qilib, Xudoning mehr shafqatida yashashni davomlashtiringlar deb rag'batlantirdi. Keyingi dam olish kuni butun shahar xalqi degudek Rabbimiz Ayso haqidagi so'zlarni anglag'ili kelishdi. Biroq buncha ko'p odamlarni ko'rgan bir qism Yahudiylar hasad qilishga boshladi. Ular Pavlusning so'zini rad qildi va uni haqoratladi. Lekin Pavlus bilan Barnaba texmi yuraklik holda mundaq dedi: Biz Xudoning so'zlarini oldi bilan Yahudi qarindoshlarimizga yetkazishimiz kerak edi. Lekin sizlar Yahudiylar uni qabul qilmadinglar. O'zinglarni mangulik hayotga erishishga loyiq ko'midinglar. Shunga biz sizlardan ayrildigan bo'ldik. Endi biz xushxabarni Yahudi emaslarga yetkazamiz. Chunki muqaddas yozmada Xudo bizga mundaq buyurgan: Yer yuzining bu chetidan u chetigacha barliq insonlarning qutqizilishi uchun seni Yahudi emaslarga nur qilib avatdim. Yahudi emaslar bu so'zni anglab xushal bo'lishdi va Hazreti Ayso haqidagi bu ta'limlar uchun Xudoga matiya o'qishdi. Xudo tarafidan mangulik hayotni qabul qilishga talolganlarning hammasi Hazreti Aysoga e'tiqod qildi. Shundoq qilib Rabbimiz Ayso haqidagi xushxabar butun zaminga keng tarqaldi. Biroq Yahudilar shahar boshliqlarini va obro'yli dindor ayollarni Pavlus bilan Barnabaga qarshi turishga qutratdi. Ular u ikkisiga ziyonkashlik qilg'izib, ularni o'z yerlaridan qo'g'lab chiqadi. Shunga Pavlus bilan Barnaba ilki Yahudilarni ayblash uchun oyoqlaridagi to'pni qeqib etib, Konya shahriga ketib qoldi. Antakiyadagi itqochlar bo'lsa, xushalliqqa hamda muqaddas ruhning kuch-qudratiga cho'mdi.